Hozirgina ko'rgan chertmangizni qanday yasalishini videosini ko'rsatib bergan edim. Endi esa oddiygina qafasni yasalishini ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin, qafasning pastki qismi 27,5 bo'yi bo'lyapti. Egni esa 22 sm dan iborat. Qafasimizning egni va bo'yini razmerini bilib oldik. Endi esa har bitta cho'pini orasini 1 sm va 2 mm dan qilamiz. Chertmamizni yasagan videomizni qo'yganimizda ko'plar teshadigan apparatingiz qanaqa ko'rsatib bering degan edi. Mana hozir sizlarga ko'rsatdim. Bu teshadigan asbobimiz bor mashinka deb nomlanadi. Firmasi esa Vinsa deb hisoblanadi. Bu bor mashinkani qayerdan xarid qilsam bo'ladi degan savolingizga oddiygina javob: zargarlik buyumlarini, ya'ni zargarlik asbob uskunalarini sotiladigan do'konlarda mavjud. Bor mashinkamizni endi joylashtiramiz va teshishni boshlaymiz. Reykalarimizni tekish jarayonini yakunlab bo'ldik. Endi esa notekis joylarini qum qog'oz bilan olib tekislab tashlaymiz. Albatta, notekis joylarni avvalambor shkurkada yaxshilab tekislab olganingiz yaxshi. Keyin esa sixlarni orasidan qo'lingiz kirmaydi. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rishingiz mumkin, har bitta ishimizdan zagotovkasini qildik. Endi esa tegirli fanerini qoqib qo'yamiz. Qafasni tag qismini tayyorlab oldik. Endi esa hammasini yig'ib olamiz. Qafasni tag qismini yasab bo'lgach, tepasiga o'tamiz va hammasini birlashtirish uchun sixlarni tiqib bir-biriga yopishtirib kleylab chiqamiz. Qanday kley ishlatasiz degan aka-ukalarimizning savoliga oddiygina Akfix kleyini ishlatamiz. Ko'rishingiz mumkin, sixlarni tiqib bo'ldik, qafasimiz ham bitib bo'ldi. Endi esa transformatsiyani ko'rishingiz mumkin. Oddiygina qafasga bittagina qopqonni ilib qo'yib, chertmaga aylantirsangiz ham bo'ladi. Agarda uyingizda yoki hovlingizda yovvoyi sayroqi qushlarni sezib qolsangiz, xuddi shu chertmani ilib qo'yib, uni ushlashingiz mumkin. Ushlab bo'lgach, bu chertmani yechib olib qo'yib, oddiygina qafas qilib ishlatishingiz ham mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va kommentariyalarni ayamanglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.